Assalomu alaykum. Mana biz hozir apparatdan kadimizga pul solib keldik. Endi men kelib mo'yka qilishni boshlaymiz. Sekin apparatga borib, qanday qilishni o'rgataman. Xo'sh. Hozir biz menga kadim uradigan bo'lsak, urib turib, mana ular ezadigan bo'lsa, birinchidan suv chiqadi. Ha? Bunisidan shampun chiqadi. Birinchi suvni urib olamiz, keyin shampunni uramiz. Qani, bo'lmasa boshlaylik. 1 2 3. Xo'sh, shampun. Endi suvni urib olganimizdan keyin endi shampun ko'pikda ezamiz. 1 2 3. Ko'pikka Xo'sh, mana yo'q, ko'pik urib olgandan keyin bir 5 minut 10 minut ozgina kutamiz. O'zi ko'pik sekin mashinani kir joylarini sekin iyib, sal kir joylari iyib oladi. 5-10 minut kutamiz.